Mana pressing qilyapti Andijon va olib qo'yish mumkin demoqchiligimda olib qo'ydi. Demak, Andijonda mana shu pressing ishlari intensivlik bilan birgalikda ishlatilgan. Pas yomon emas va top maydonda qoldi. Keyinchalik hakam chiqib ketganligini ko'rsatyapti. Eng xavfli vaziyat o'ng qanotdan tashkil etildi. Hozirgina aytganim pressing foyda berdi. Olib qo'yildi va Abdulvohid G'ulomovning uzatmasidan so'ng rikoshet bo'lgan bu yerda. Biroz xavflilashtiribdi ham rikoshet. Burchak zarbasi. Shahboz urardi yoki boshqasi kimdir bo'lib qolardi. Yana bitta bo'ydor futbol chalg'itardi-da, o'yinchi uzun bo'lmagani gol urib qo'yardi. Ko'pincha Andijon o'yinlarini ko'p sharhlagan uchun bilaman. Hozir navbatdagi hujum va mana bu zarba yorib tashladi, lekin boru hamma harakat a'lo darajada bajarildi. 15-daqiqada hisob ochilmoqda do'stlar. Alex Zateyevdan fenomenal harakati. Sardor Zateyevni tanqid qiluvdik-mi? Birinchi o'yinda tanqid qilingandi, bizdan tashqari ham tanqid qilingandi Alex Zateyev, hozir esa javob berdi. O'tgan mavsumdagi o'yinni ko'rsatdi. So'g'diyonada Zateyev yil ramziy jamoasiga kirgan futbolchi. Mana shu joy ko'tarib olganligi bor. Yevroklass. Keyingisi ham chapida. Abduvohid Ne'matovga mana shunaqa gol uryapti. Shu joyning eng chiroyli gollardan bo'lishi mumkin. Alex Zateyev o'zi hal qildi. Hammasini chap oyog'ida hal qildi. Va darvozabonning ham qaytarildi. O'zi A reja bo'ladi-yu. Shu Andijon A rejasini yana mustahkamlab oldi goldan keyin. Katta harfli A bo'ldi. Himoyalanish tabiiy edi. Favorit nasab sifatida, lekin top darvozaga kirib ketyapti. Barobar. Hozir Husayn Norchayevni xalaqit berdi Dragon Cheran va natijada Adhamov to'pning yo'liga tashlanishda kech qoldi menimcha. Mana nasab muxlislari, ular ham qizil rangda. Qizil rangda. Barobar. Bu ham kombinatsion gol hisoblanadi baribir. Mana bu borish va uzatma kirdi. Himoyachidan xato bo'ldi. Eldor o'shanga tayanib qoldi shekilli. Mana shu sakrashda Cheranni ham baribir tabriklashdi-yu, hissasi bor-da uni ham. Cheran borganligi uchun chalg'atdi darvozabon. Harakatlarni ko'p ko'rib o'rganganmiz. Xo'sh, Usmonaliyev aldadi, zarba yo'llayapti. Biroz imkoniyat berib qo'yishdi himoyachi. Umarbek. Boya ham qutqargan, hozir ham qutqardi. Terma jamoa himoyachisi. Bizga takrorlash kerak emas edi shu joyda. Chunki to'p o'yinga kiritib yuborildi menimcha. Ikki futbolchi markazda bemalol harakat qilyapti Toyirov. O'ng qanotga uzatmasi, zarba yo'llandi noaniq. Juda afsuslanyapti. Qulay edi endi imkoniyat. Usmonaliyev. Yana bir ikkita harakat ham qilsa bo'lardi. Kimgadir pas ham bersa bo'lardi. Ikkalasi ham ko'na olmayapti. Mana ketdi. Yaxshigina tezlik. Zarba. Islom Mashukov. Birinchi raqamda. O'yinchi ketgani noto'g'ri emasmikin? Bilmadim. Ikkita futbolchi sal yopib turardi-da. Aylantirishi mumkin hozir. Abduvohid Ne'matov. Shu bitta o'yinchi yetdi. O'rganib qolgan manzara bor. Juda ko'p gollar bo'lgan. Telbalarcha nishonlashgan va burchak zarbalaridan bo'lgan bu gollar. Bugun ham shuning takrorini ko'ramizmi degan savol bor. Toyirov. Aniq. Bo'ldi. U voqea ko'p ehtimol bo'lmadi bugun. Abduvohid Ne'matov tezlikla to'pni o'yinga kiritdi, chunki bemalol qabul qilyapti. Dragon Cheran Cholovich.
Abdurahmatov endi hujum Nasafda ulgurdi. Andijon himoyaga tushdi butunlay. Va oxirgi soniyalarda Nasaf urib qo'yarmikan degan joy bor. Bozorovdan Oybekinyo deb ta'riflashimizga to'g'ri kelardi agar gol urib qo'yganda. Yo'q, Rubr bilan tugadi. Tugamadi hali. Markazni ko'rsatdi. O'zi birinchi gol ko'ring. O'tchaganida tugadi. Birdan muxlislarga o'tib ketildi. Yaxshi natija ikki jamoa uchun ham. Bittadan ochko olishdi. Nasaf hisobda ortda qolib tenglashtirdi. Andijon chempionga qarshi bahsda durang qayd etyapti. Va menimcha o'yinga mos ham natija. Teng o'yin. Bittasi yorqin ustunlik qilib 3 ochko olib ketadigan darajada emasdi. Kimdir gol urganda baribir haqlidirdik, lekin umumiy o'yin kartinasi tomonlar murosa ko'chasini tanlashiga olib keldi. Hamikovning ham kayfiyati yomon emas. Qo'qon bilan qayd etgan durangidan Nasaf bilan qayd etgan durangi farq qiladi. Bu yerda 2 ochko yo'qotildi, bu yerda olindi. Demak, xayrlashsak ham bo'ladi. Turning markaziy uchrashuvlaridan biri. Yig'ilgan muxlislar uchun ham xafa bo'ladigan natija emas. Xayrlashamiz. Karla Hamidov, Muhammad Soliyev o'yinni sharhlab borishdi. Nasib qilsa navbatdagi efirlar orqali ko'rishguncha xayr. Salomat bo'ling.